Andijonlik ota-onalar, 29-oktyabr juda muhim sana siz azizlar uchun. Zahiriddin Muhammad Bobur akademiyasi maktabida biz sizlar bilan uchrashamiz. Bu siz azizlar uchun juda qadrli. Bolalarimizni kelajagiga befarq emasmiz. Bolalarimiz dunyoning nufuzli universitetlarida grant yutishi qaysi ota-ona xohlamaydi? Nufuzli universitetlarda o'qishi qaysi ota-ona xohlamaydi? Va nufuzli universitetda o'qishi, undan grant yutishi va hattoki el yurt umidi jamg'armasi stipendiati bo'lishini qaysi ota-ona xohlamaydi? Farzandimiz yutug'idan har birimiz quvonamiz. Siz farzandingiz, navarangiz, o'g'lingiz, qizingiz hayotiga, kelajagiga befarq bo'lmasangiz, 29-oktyabr Zahiriddin Muhammad maktabida dunyoning top nufuzli 100 talik universitetiga kirish mavzusi haqida sizlar bilan suhbat qilamiz. Albatta, ro'yxatdan o'ting, tadbirda joylar soni cheklangan. Faqatgina 150 ga yaqin ota-onalar bilan ko'rish imkonimiz bor. Biz-ku ota-onalar savolimizga javob topdik. Farzandlarimiz-chi degan savol bo'lsa, siz azizlarning farzandlarini 6-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan farzandlarni nufuzli universitetlarga o'qish mavzusida ular bilan 14:00 dan 17:00 gacha biz Hasan Saidov, Nilufar Anvarni hamda mana shaxsan farzandimni top nufuzli universitetga kirishiga sababchi bo'lgan ukamiz Odiljonni maxsus siz azizlar uchun Gonkongdan kelib bu mavzuda muloqot qilish uchun chaqirdim. Albatta, birinchi soat 2 dan 5 gacha farzandlar bilan, keyin siz azizlar bilan 18:30 dan kechqurun 21:30 gacha balkim ana qadrli savollarimiz qolib ketdi. Muloqotlarimiz qolib ketdi. Uyda bordik, hazm qildik, maslahat qildik. Yana qo'shimcha bir konsultatsiyalar bepul deydi, ekspress checkaplar, muloqotlar qilsak bo'ladimi, savol-javoblar qilsak bo'ladimi desanglar, men Odiljon ukamiz iltimos qilaman. Ertasiga siz azizlar bilan qo'shimcha konsultatsiyaga, qo'shimcha savol-javoblarga ehtiyoj bo'lsa, yana bir kun qolishini iltimos qilamiz. Farzandimiz kelajagiga befarq emasmizmi? Albatta, bu tadbirda qatnashishi samimiy siz azizlarga tavsiya qilaman. 29-da Andijonda Zahiriddin Muhammad Bobur akademiyasida 18:30 da siz aziz ota-onalar bilan ko'rishamiz.